Ana kelyapti. Kim o desa, mana shu kelayotgan Mercedes'ni egasi fermer bo'lgan, yangi boylardan 300 gektar yeri bor. Aytgan pulini beraman deyapti. Hozir o'sha yoqqa ketishim kerak. Ey ukajon, biz yer qolib ketadimi endi? 10 gektargina 1 soat haydab tashlaysiz. Iltimos ukajon, aytgan pulingizni men beraman. Kim ochdi, savdosi ketyapti. Raisni pulini olib, keyin shogirdini jo'natadi. Ha, rais 10 gektarni haydab boraylar. Mani vaqtim yo'q. Ana Mercedes bilan gaplashishim kerak, unga narga shogirdimni jo'natishim kerak. Qarang, to'palang, mani yon qo'shnim traktorchi. Darvozasining tagida har kuni kechqurun 10 ta 15 ta mashina turadi. Ko'rgan odam Hojiboy Tojiboy uy mashina bo'lsa kerak deydi. Hamma so'mkada pul ko'tarib qo'yadi traktorchiga. Chunki traktor mexanizatsiya yetishmayapti mexanizatorlar. Yerchi bir kun kech haydalsa ham yilda oxirida 10 kun farqi bilan hali hosilga ziyoni bor. O'shuning uchun traktorchilar aytgan